Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Ozgina tanaffuslardan keyin mana videoroliklarni chiqarishda davom etamiz. Ishlar to'xtagan yo'q, davom etib turibdi. Ro'za arafasida bitta katta yangilik e'lon. Ko'pchilik tanishuvchilarga yetkazishlari mumkin. 50-60% skidka bilan aksiya e'lon qilamiz. Bizga kelayotgan kasallarga ancha to'lov qismiga ancha ustuvor qilyapmiz. Albatta tomogramma bilan kelishinglar kerak. Shamollash bo'layotgan bo'lsa, isitma bilan bo'lsa kelmay qo'yganlar yaxshi, chunki shamollash protsessida biz qilayotgan ishlardagi ma'no kamroq bo'ladi. Bunday ishlardan chiqarishlar kerak emas albatta. Xo'p, endi ozgina bo'lsa ham mutaxassislarga o'zgarishlar shu zavleniya yoki kompressiyani orqasidan kelib chiqishligini. Keyin qayta davolanish protsessini o'tkazadigan bo'lsangiz ham albatta o'sha ishni o'zingiz hisobingizdan ham har xil jismoniy tarbiyalar bilan podдержка qilib ushlab turmasangiz keraklik haligi siz kutgan foyda olinmay qolishi mumkin. Hurmatli bizni kuzatuvchilar, biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Pastki So'rko'cha Istiqor mahalla komiteti yig'ini Istiqor MFY Sarvar Chingiz 14-uy Pilaramani yo'lida shu Maro degan katta tashkilot bor. Shu tashkilotning ro'parasida bemalol kelishingiz mumkin. Sutkan har bir kunida telefon qo'ng'iroqlariga javob berishga biz qodirmiz. Kelishib oladigan bo'lsak, kechasi ham qabul qilishimiz mumkin. Telefonimiz 93lik 402 21 58. Xo'p, salomat bo'linglar, sizlarga